Ot bolasini tepsa, eti og'rimaydi. Bolani hozir ayasang, hayot uni hech ham ayamaydi. Shuning uchun tarbiya to'g'ri bo'lish kerak. O'g'il nomusli bo'lsa, otaning peshonasi terlamaydi. Qiz oriyatli bo'lsa, onaning yuzi shubut bo'lmaydi. Ota-onang qaddini tik tutib yursin desang, sen to'g'ri bo'l. Chunki har bir ota-onaning baxti farzandining yaxshi inson bo'lib o'sgani. Farzandingizni taxtini yasab bersangiz ham baxtini yasab bera olmaysiz. Alloh taolo barchamizga farzandlarimizni la'nat emas, balki rahmat olib keladigan o'g'il qizlar bo'lsin. Shuni bilgan odamlarga rahmat. Ot bolasini tepsa, eti og'rimaydi.